Kimda uyida qizi bor? Hamma uyda bormi? Men bugun uydagilarga bir voqea aytib berdim. Kimda uyida qizi bo'lsa, uyda o'tirib aytib bersin, shu qizi ham eshitsin. Yodlab qolinglar. Qirg'izistonda Chubak hoji degan bir kishi borlar. U kishi Qirg'izistonda muftiy bo'lgan. Juda ilmli odam. Bir kuni xonamga bir ayol kirib keldi deydi. Bolachasi bilan. Hazrat, sizdan bir narsa so'ramoqchiman. Men namoz o'qiyman. Ammo erim meni namoz o'qishligimni yoqtirmaydi. Men unga bildirmaslik uchun dushxonaga kiramanda bir burchakda qimtinib namozimni o'qib olaman. Keyin tashqariga chiqaman, sochimni ho'llab chiqaman. Namoz o'qiganimni bilib qolmasin deb. Men erimni aldab kelaman. Shu namozimni Alloh qabul qiladimi deb so'radi deydi. Men u yerda o'tira olmadim deydi. O'zimning xonamga kirib ketdim. Yig'lardim. Ey Robbim, bizni Qirg'izda shunaqa qizlari bormi? Erini, nopok erini, dinni, namozxon odamni yomon ko'radigan erini xafa qilib qo'ymaslik uchun shu namozimni Xudo qabul qilami deb g'am qiladigan qizi bormi Qirg'izda? Inshaalloh biz yo'qolib ketmas ekanmiz hali beri. Inshaalloh musulmonlar tug'ilar ekan bizdan. Mana shu qizlardan haqiqiy mard yigitlar tug'iladi. Mana shu qizlar mard qirg'izlarni katta qiladi deb duo qilardim, yig'lardim deydi. Qizlaringizga aytinglar. Shunaqa bo'lsin. Shunchalik izzatini qilsin erlarini. Shunchalik hurmatini qilsin. Namoz o'qimaysan deganni ko'ngliga qarasin. Men buni aldayapman, menga unga bildirmay namoz o'qiyapman, namozim qabulmikin deyapti. Ko'ryapsizmi? Bir ayol bo'lar ekan. Haddan tashqari erini izzat qilar ekan. Juda ham hurmat qilar ekan. Er piyonista har kuni ichib berar ekan. Har kuni og'zidan badbo'y hid kelgan, undan ham sassiq og'izdan gap chiqqan. Har kuni shu ahvol. Bu jonidan aziz ko'rar ekan erini. Bir kun yotog'ida yotgan yerda dumalab yiqilib tushibdi. Yiqilganda xotini yonida uni yerib turgan ekan, boshini ushlab qopti, boshini bir temirga tushishiga sal qopti. Kaypi uchib ketib tarigini. Yoniga o'tiribdi-da, "Ey xotin" debdi. "Men seni bilaman. Sen bunchalik meni hurmat qilasan, bunchalik izzat qilasan. Men senga shuncha zulm qildim. Biron marta parvo qilmading. O'zingdan ham meni yaxshi ko'rasan. Hozir tilagingda. Nima desang qaytarmayman. Nima desam qaytarmaysanmi? Nima desang qaytarmayman. Qasam ichasizmi? Qasam ichaman. Meni talog'imni bering" degan ekan. Bu odam meni xotinim jonidan aziz yaxshi ko'radi der ekan. U Allohni yaxshi ko'rar ekan. Allohni yaxshi ko'rgani uchun erini xizmatini qilar ekan. Erini yaxshi ko'raman der ekan. Yaxshi ko'rgan qilib ko'rsatar ekan. Fatima Zahro radhiyallohu anhodan so'rashgan ekan. "Ey Fatima, bunchalik eringizni hurmat qilasa, dunyo sizda qasam ko'rmagan. Nimaga bunaqa qilasiz?" Dedi, "Qasdim meni Tangrim rizosi, bital bul o'rtada er muddaosi." Meni maqsadim Tangrim rizosi. Tangrim rizosi uchun bu ishni qilaman, bu ishda erim ham rozi bo'ladi. Ikki itoat muyassar bo'lsa ishda, nechun sunmay bo'yin amraylamishda. Bittasini xizmatini qilsam, ikkitasi rozi bo'lsa, ham erim rozi bo'lsa, ham Alloh rozi bo'lsa, qanday bo'yin sunmay? Zero u rozi bo'lmagancha bu rozi bo'lmaydi dedi. Eslaringdan chiqmaydimi? Ya Robbim.